Selamünaleyküm kadırlı yurttaşlar, kadırlı vatandaşlar. Bugünkü satığa çıkan xanadonun Urgenç'te bir acayip mestasında joylashgan Hakim ko'chasiga yaqin Sputnik porotunda aylangandagi o'ng tarafdagi ko'chalarda yurtimiz yine 2 qavatli 160 kvadrat metr bo'lgan tayyor xonadon shpoklepkada turibdi. Sizlar bir obu ikamiz ekan, fasadlarimiz suv holatida olib turib, bir fasaddan atraviting ichini obu qilib bersangizlar ajoyib joy bo'ladi. Halan shu durishida yashasanizlar bo'ladi, sensiz zo'r yangi hovli joy. Hali hech kim yashamagan, eldan kanalizatsiya chiqqan, beresteshga bo'lgan zеленый zonalar ham bor. Kichkina bo'lsa, bu yerda mashina qo'yadigan mesalar bor. Xonadonimizning 3 tarafidan xoti bor girib chiqish uchun. Yani dalondan bir oshxona, keyin bu tarafı zal qismi ham balkondan mega alifallar qilingan, tarnovlar ham o'rnatilgan. Xonadonimizni xohlasangiz korobka variantida olsangizlar ham bo'ladi. Yonida yana korobkalar ham bor. 3-4 variant bor korobkada. Birsi bitib turibdi yana. Sokullarga 4 qator pishinkashdan o'rgan, pulni teyinda havo aylanishi uchun dimoqli joylari bor. Stupenkalar qilingan, svesh cho'chlari qo'yilgan, gaz cho'chdan kelishsangiz qo'yib ham beraveradi. Demir ishlar qo'yilgan ekan, girishga bittalar giramiz. Girgandan keyin bu yerda dalon qismi bo'ladi. 367 metr razmerda. Plarovkasi zo'r ekan. Gap bo'lishi mumkin emas proyektini. Bu yerda bir spalni, bu yoqda oshxonasi, sanuzelning yanında katta zal qismi bor. Patologlarimiz natijoy. Xonadonimiz xom pishgan kavishdan solingan. Hazlar ugullar pishgan, qanyeri xom. Lisitsamiz tenda mesasi va medajular qo'yish uchun litsisalar yog'ochdan bo'lgan, hamma shpakulkadan chiqib turibdi. Bu yerda rakonyalar bor. Gaz, suvdan umuman muammo yo'q. Maktab, bog'chalardan ham chalarga chiqsan, maktabam va bog'cham bor. Marshrutam o'sib turibdi, 18 marshut, 150 metr raqamda. Bir de ise elektrik gaz cho'chiklari qo'yilgan, hurmatli vatandaşlar. Spalnidan boshlaymiz. Spalnimiz, yine hurmatli vatandaşlar, 383,5 razmerda bor, oyoq tillari pol, shpakulkadan chiqqan yerimiz ham. Patologlarimiz natijoy, chetlari gipsokardon bilan qoplangan, panoramli aynalar qo'yilgan, podogolniklar ham bor. Radiatorlar ham qo'yilgan. Xonalar ham kichkina emas sizlar. Bir de oshxona qismi. Demek radiatorlardan ko'patib qo'yganlar, dalonimiz yaxshi qizish uchun. Yerimiz eni 3 metr va enini 380 razmerda tushgan. Bir de yukka bor ekan, podvol qismi bor. Kichkina bo'lsa, отопление sistemasi demir kotellarga qo'yilgan. Bu yerda mashina qo'yadigan mesasi, bu yerdan kirib chiqish bor, bu yerdan zaldan ham kirib chiqish xo'rlari bor. Hurmatli vatandaşlar, joyimiz ajoyib solingan, mustahkam etib, narxi 700 million so'm. Bir sanuzeli bo'ladi. Polni kafeldan chiqqan, kir mashina to'shkalari bor, radiatorlar qo'yilgan, rakonyalar, işte ariston, vanna, unitaz hammasi qo'yilgan. Fotologlar esa natija ham galakillar ham qo'yib o'tgan. Sinfitlar ham yaxshisini qo'yganlar. Hurmatli vatandaşlar, bu tarafimizda esa zal qismi bo'ladi. Eshiklarni high-techni yaxshisini qo'yganlar. Zalımız uzinası 720, enine 380 razmerda tushgan. Bu yerda televizor zonasi, rozetkalar qo'yilgan. Bu yerda mashina mesasi. Hozir bu yerda novis qilib qo'yganlar ham bo'ladi. Belgilangan natija bo'lgan ajoyib katta zal. Endi bu taraflarni ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi etaj bilan tanishib o'tamiz. Lisitsam tengdan bir mesalari bor. Shuni ko'rsatamiz yana. Benim biraz narsangiz sig'adi, odam bo'ylab ko'ttalayni balandligini. Bu yon taraflardan meslari ko'p. Medajularni qo'yish uchun kolobka kechasi bor. Endi ikkinchi etaj bilan tanishib o'tamiz. Lisitsamizni chiroylatib o'tganlar, mustahkam etib chiqqandan keyin hol qismi ikkinchi etajda. Holimiz 360 eni, uzinasi 7 metr razmerda. Bu yoqda spalni qismi. Bu yerda esa DC spalni, sanuzel, keyin katta zal joyi bor. Benim ikinci etajdan polni shpakulkadan chiqqan, patologlarimiz gipsokardon bilan chiroyli figura qilingan. Akkuratli variantda bu tarafimiz esa spalnisi 383,5 razmerda. Oyoq tili laminatdan rossiyasidan yaragan. Yaxshisidan. Hamma shpakulka qilingan. Yo'q bilansi. Alıp turib xalasız, boy xalasız, ataçın to'qilaverasizlar. Ajoyib joy, qiziqqanlar olsa bemalol telefon qilishingiz mumkin.
Gəlib üstündə sodalaşıb alaversə birimiz 380'e 3 razmere düşkən spalni qismi boladı. Yəni Polni işbə kulübçədən çıxqan, lametla yarqan, plyonçlar onatılған. Hürmətli vətəndaşlar, cayımız əcayib et salınqan. Proyektində 10 man gəp söz buluşu mümkün emas. Birimiz sanuzeli bir duş qılıb qoydular. Rakoynası, radiatorları, bağ, unitazlar qoyulğan, investitsiyaların yaxşısına qoyulğanlar. Hem Merkatildən çıxqan patologlar nəticə bolğan. Yanında zal qismi ilə katta zalımız 380, uzinası 720 rəzmiyyədə. Laminatların yaxşısına yığılır. Etibarsızdan sonra yine həzə köpüyədə arzan laminatlar yayıladı. Bu yaxşı şəkən, yaxşı xilzuna yayılır. Patologlarımız gipsə qadına akuratli variantda füqarlı Allah radiatorları bax, balkon qismından birgə, balkonda ilə bala sinirləri boladını. Balkonu hem seçkən qılınca akuratli qılıb qoydular. Təyyar əcayib cay, gəlib doğru yaşayış mümkün yine. Aboy, bu masam. Halasanız özləriniz dilinizdə remote etib bərabərəzlər. Narxan təkrarla ötəmizəzdə 700 milyon son. Gəlişadan yeri var, dokumentdən mamması yok, su, svet, gazı var. Svet çeşik qoyulğan, halasın largız çeşiklərini qoyub bərabər gəlişilgən halda maşın kuradan parkoşdiyin mesaların var, halasan şöyle navis qılıb qoysanız var, buladı. Əcayib mesada, mesa palacinəzəm yaxşı. Marşrutdan, baxça məktəbdən mamma yok əzlər. Eğer kızık qala olsa benim telefon qalarsa üstündə gəlib, görüb, gəlişib, arzularınız mümkün. Həmməyə sağlıq, amanlıq dilimiz. Keyingi rolikdə görüşünəcə xeyirləb qalamız.